boshqa korxonadagi tayyor tizimni o'zimni korxonamga keltirib joylashtirsam, ishlatsam bo'ladimi? Bu g'irt safsata va mif. Odatda konsultantlar yoki-da tadbirkorlar ichida shunaqa gap bor. Qaysidir korxonani, masalan, Google'ni, Artel'ni, Akfa'ni, KFC'ni tizimini misol qilib keltiradi. Sen ham korxonangda shu tizimni qilsang bo'ladi deydi. Bu g'irt safsata, mif bo'lmagan gap. Qanday qilib sizni salohiyatingiz yetmaydigan, sizni bilimingiz yetmaydigan bosqichda turgan korxonani tizimini o'zingizning korxonangizga joriy qilishingiz mumkin. Birodarlar, sizlarning o'zlaringizning bilimlaringiz bor, darajalaringiz bor. O'sha darajadan kelib chiqib korxonangizda tizim qurasiz. Tizim bu qalam bilan yoziladigan narsa. Nasib qilsin sizga ham KFC'ga, McDonald'sga yoki-da qaysidir korxonaning tizimiga o'xshab tizim qurish korxonangizda. Lekin o'zining pog'onasi bor, darajasi bor. Unaqa miflarga ishonib, nagruzkaga tushib, korxonamga shunaqa tizim qilaman deb ertaga demotivatsiya bo'lib, tizimni yomon ko'rib qolmang. Qisqasi, korxonani o'zini bosqichi bilan tizimlashtirish. Ketma-ket bosqichdan o'tib tizimlashasiz. Birdaniga KFC qila olmaysiz, birdaniga McDonald's qila olmaysiz. Yig'ishtiringlar bunaqa safsata.